Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, akalar, ukalar. Bugun 26-sentyabr 2025-yil. 90 talik avtomat korobka ekskavatorimiz Olmaliqda Jasur akaga sotildi. Jasur aka 3-texnikasini oldi. Jasur aka, Assalomu alaykum. Hormatlar. Agar texnika oldik mana, yaxshi, Xudoga shukr. Agardan 3 texnika olib ketishimiz yomon emas. Hammaga nasib qilsin. yaxshi kunlarga ishlating aka. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Hozir hamma konditsioner, pechka, faralar, gidromontlarni qo'yib, ishlatib, ko'rib, hammasini tekshirib akamizga topshirdik. Nasib bo'lsa mana o'zlarining trallarida, evakuatorlarda ortib olib ketadi.